Forrest Gump. Winston Grum. 26-qism. Savannada avtobusdan tushganimizda yomg'ir shunchalik kuchli yog'a boshladiki, tez qorong'u tushdi. Biz stansiyada qoldik. Men o'zimga bir finjon qahva sotib oldim. Panada turib endi nima qilish haqida o'ylay boshladim. Aslida menda hech qanday reja yo'q edi. Shuning uchun qahvani tugatgandan so'ng garmonikamni olib chala boshladim va stakanni yonimga qo'ydim. Taxminan 15 daqiqa o'tdi. Bir yigit oldimdan o'tayotib, stakanimga chorakda tashladi. Yana bir ikkita qo'shiq kuyladim. Stakan to'ldi. Yomg'ir to'xtadi va Syu bilan shahar markazidagi bog'ga bordik. Men skameykaga o'tirdim, chala boshladim va odamlar darhol stakanga tanga va pullar tashlay boshladilar. Keyin Syu nima bo'layotganini tushundi va o'tayotgan odamlarning oldiga borib, ularga stakan tutdi. Kun oxiriga kelib, men $5 ga yaqin pul topdim. Biz tulash uchun bog'ga joylashdik. Osmon tiniq va yulduzli edi. Ertalab odamlar paydo bo'lishi bilan men yana chala boshladim. O'sha kuni biz $8, uchinchi kuni $9 ishladik. Hafta oxiriga kelib moliyaviy ishlarimiz gullab yashnab ketdi. Keyingi hafta men musiqa do'koniga bordim. Garmonika bormi yoki yo'qmi deb so'radim. Bor ekan. Men ular qancha turadi deb so'radim. Yigit $200 dedi. Lekin u menga chegirma qilib berdi. Shunday qilib, men bir nechta klavishli musiqa asbobi sotib oldim. Shundan keyin xalq orasida mashhurligim ancha ortdi. Ikkinchi haftaning oxiriga kelib, biz kuniga taxminan $10 ishlab topdik va men do'konga borib, ishlatilgan baraban to'plamini sotib oldim. Bir necha kun mashq qilgandan so'ng ularni qolgan asboblarga qo'shdim. Eski plastik idishni tashlab, Syu tomoshabinlar atrofida foydalanishi uchun yangi qalay idish sotib oldim. Men ko'plab kuylarni chaldim. Ko'p o'tmay men o'zim va keksa Syu yashashimiz mumkin bo'lgan xonani ijaraga oldim. U yerda nonushta va kechki ovqat berilardi. Bir kuni ertalab Syu bilan bog'ga chiqdik va yana yomg'ir yog'a boshladi. Savanna shunday shahar. Bu yerda deyarli har kuni yomg'ir yog'adi. Yoki men shunday deb o'ylardim. Biz asosiy ko'cha bo'ylab ketarkanmiz, birdan men tanish manzaraga e'tibor qaratdim. Piyodalar yo'lagida qandaydir muassasa ro'parasida kostyum-shim kiygan, boshiga soyabon tutgan yigit turardi. Uning yonida esa axlat xaltasi, ostida kimdir borligi aniq. Kimdir yomg'irdan yashiringan va faqat qo'llarinigina chiqarib, biznesmen yigitning oyoq kiyimlarini tozalamoqda edi. Men ko'chani kesib o'tdim, diqqat bilan qaradim. Tadam! Xalta ostidan esa nogironlar aravachasining g'ildiraklari ko'rinib turardi. Men rosa xursand bo'ldim. O'rnimdan turib, ishonch bilan xaltani ko'tardim va aniqki, Denning xuddi o'zi tirikchilik uchun oyoq kiyimlarini tozalardi. "Xaltani joyiga qo'y, eshak", dedi Den. Men nam bo'laman. Keyin u Syuga e'tibor berdi. "Demak, siz nihoyat uylandingizmi?" "Bu o'sha", deb aytdim unga. "Kosmosga uchganimizni eslaysizmi? Oyoq tufligimni tozalayapsizmi yoki yo'qmi?" dedi kostyum kiygan yigit. "Jo'na", dedi Den unga. "Tovonlaringni tishlamasimdan oldin." Va yigit ketdi. "Bu yerda nima qilyapsiz?" Den so'radim. "Nima qilyapman deb o'ylaysiz?" U kuldi. "Men kommunist bo'ldim." "Ya'ni o'rmonda jang qilganimiz kabimi?" "Yo'q", deb javob berdi u. "Ular ko'zlari qisiq kommunistlar edi. Men esa haqiqiysi. Marks, Lenin, Trotskiy va shunga o'xshash odamlar kabi." "Unda nega oyoq kiyimlarni artyapsan?" so'radim. "Imperializm xizmatkorlarini sharmanda qilish uchun", dedi u. "Oyoq kiyimlarini jilolaganlarning hammasi ahmoqdir. Men esa bu ahmoqlarning sonini ko'paytiraman." "Menimcha ham shunday", dedim va Den yomg'irda ho'l bo'lmasligi uchun ayvon ostiga sudradim.
Yaxshi, Forrest, men umuman kommunist emasman, dedi u. Ular mening o'rnimda bo'lishi kerak asli. Albatta, bizga keraksiz, dedim. Siz o'zingiz aytgansiz, men xohlagan odamga aylanib, xohlaganimni qila olaman. Siz shunday qila olasiz. Hali ham bu bema'ni gaplarga ishonasizmi, deb so'radi u. Masalan, men Reychel Uelchni butunlay yalang'och holda ko'rdim, dedim. Rostdanmi, deb so'radi u. Xo'sh, u qalay ekan? Shundan so'ng biz jamoa bo'lib chala boshladik, faqat Den mehmonxonada uxlashni xohlamadi va tunni ko'chada, xaltasi ostida o'tkazdi. U bu irodani mustahkamlashga yordam beradi, dedi. Indianapolisni tark etganimizdan keyin u nima qilganini menga aytib berdi. Avvalo, u poygalarda so'nggi jang uchun olgan pulning deyarli hammasini yo'qotdi va qolganini ichdi. Keyin u ta'mirlash ustaxonasidan ish topdi, chunki unga aravasini mashinalar ostiga surish osonroq edi. Faqat u tez orada mazut va tomchilab turuvchi mashina moyidan charchadi. Balki mening oyog'im yo'q, alkashdirman, dedi u, lekin men ahmoq emasman. Keyin Vashingtonga qaytib keldi. U yerda endigina urushda bo'lganlar sharafiga yodgorlik ochilayotgan ekan. Undan nutq so'zlashini so'rashdi. Ammo ziyofatda u juda ko'p ichdi va so'zlarini unutib qo'ydi. Men unga janob Tribble bilan qanday shaxmat o'ynaganimni, krevetkalar yetishtirishni qanday boshlaganimni, qanday qilib muvaffaqiyatga erishganimni va senator bo'lishga qanday harakat qilganimni aytdim. Lekin uni hayajonga solgan narsa Reychel Welch bilan bo'lgan voqea edi. Sizningcha uning ko'kraklari haqiqiymi? So'radi u. Savannada yaxshi vaqt o'tkazdik. Men o'z yakkaxon guruhimda chaldim. Syu pul yig'di, Dem esa odamlarning oyoq kiyimlarini tozalardi. Keyin bir kuni gazetadan bir yigit paydo bo'ldi va bizning rasmimiz birinchi sahifada chop etildi. Sarlavhasi City Parkdagi daydilar bo'lgan maqola yangiliklar ruknida chiqdi. Bir kuni tushdan keyin men chalib o'tirib, Charlestonga ko'chib o'tishimiz kerakmikan deb o'yladim. Shunda bir bola baraban oldida turganini va menga diqqat bilan qaraganini ko'rdim. Men hozirgina Yangi Orlean bo'ylab kuyini chalgan edim. Bu bolakay menga qarar va hatto jilmayardi. Lekin uning ko'zlari g'alati chaqnardi. Ular menga nimanidir eslatardi. Yuqoriga qarasam, tomoshabinlar oldida bir ayol turibdi. Men uni ko'rganimda deyarli hushimdan ayrildim. Chunki bu Jenni Kerran edi. Uning sochlari jingalak, biroz yoshargan va horigan ko'rinardi. Lekin u haqiqiy Jenni edi. Men hayron bo'ldim. Garmonikani chalib, qo'shiq aytib bo'lishim bilan Jenni kelib, bolaning qo'lidan ushlab oldi. Uning ko'zlari yonib ketdi va dedi: "Oh, Forrest, men garmonikani eshitishim bilanoq bu sen ekanligingni angladim. Hech kim garmonikani sendan yaxshiroq chalolmaydi." "Bu yerda nima qilyapsan?" so'radim. "Biz shu yerda yashaymiz", dedi u. Donald bir kompaniyada savdo bo'yicha direktor yordamchisi bo'lib ishlaydi. Bu yerda deyarli 3 yildan beri yashaymiz. Men chalishni to'xtatganimda olomon tarqalib ketdi va Jenni yonimdagi skameykaga cho'kdi. Bola Syuni masxara qila boshladi. Syu esa har xil qiliqlar qilib uni kuldirardi. "Nega bu yerda chalyapsan?" dedi Jenni. "Onam menga Labbatre ko'rfazida katta biznesga asos solganingni va millioner bo'lganingni yozgandi." "Bu uzun hikoya", dedim. "Ammo o'zing yaxshimisan, Forrest? Senga yordam kerak emasmi?" deb so'radi u. "Yo'q, hozircha", dedim. "Xo'sh, o'zing tuzukmisan? Senda hammasi joyidami?" "Bunga qanday qarashga bog'liq", dedi u. "O'ylaymanki, men xohlagan hamma narsaga erishdim." "U sening o'g'lingmi?" so'radim men. "Ha", deb javob berdi u o'g'liga qarab. "To'g'rimi, azizim? Uning ismi nima?" "Forrest." "Forrest", hayron bo'ldim. "Unga mening ismimni qo'ydingmi? Men nima ham qila olardim?" U qandaydir sirli javob berdi. "Axir u sening yarming-ku." "Yarmim? Bu sening o'g'ling, Forrest."
Mening nimam? O'g'ling, kichkina Forrest. Men unga qaradim. Syu uni hamon kuldirardi. U esa qarsak chalardi. Ehtimol men senga ertaroq aytishim kerak edi, dedi Jenni. Lekin bilasanmi, Indianapolisdan ketganimda homilador edim. O'shanda buni senga aytmoqchi emasdim. Negadir o'zimni qulay joyda his qilmadim. Chunki sen tentak kabi harakat qilarding va men sendan farzand kutardim. Umuman olganda, u qanday tug'ilishidan xavotirda edim. Ya'ni u ahmoq bo'lib tug'ildimi? Xo'sh, umuman olganda ha, dedi u. Ammo Forrest, o'zing qara. U ahmoq emas, u juda aqlli. Bu yil 2-sinfga boradi, lekin o'tgan yili faqat A baho oldi. Bu ajoyib emasmi? U mening o'g'lim ekanligiga ishonching komilmi? So'radim men. Bunga shubha yo'q, dedi u. U katta bo'lganimda futbolchi yoki kosmonavt bo'laman deydi. Men bolaga qaradim. Qanday ajoyib yigit. Uning qanday yorqin ko'zlari bor. U va Syu o'yin o'ynashardi. Haligi u-chi, Donaldmi? U sen haqingda hech narsa bilmaydi. Men Indianapolisdan ketganimdan so'ng u bilan tanishdim. Shunchaki nima qilishni bilmasdim. U juda yaxshi odam. Kichkina Forrest va menga g'amxo'rlik qildi. Unga rahmat. Bizda uy, 2 mashina bor va u har shanba kuni bizni plyajga yoki shahar tashqarisiga olib boradi. Yakshanba kunlari esa cherkovga boramiz. Donald esa Forrest uchun kollejga pul yig'moqda. Unga qarasam bo'ladimi? Hech bo'lmaganda bir necha daqiqaga, so'radim. Albatta, dedi Jenni va bolani chaqirdi. Forrest, dedi u. Boshqa Forrest bilan tanish. Bu mening eski do'stim. Uning sharafiga senga shunday ism bergandim. Bola kelib, onasining yoniga o'tirdi va dedi. Sizda qanday kulgili maymun bor ekan? Bu orangutan, dedim men. Uning laqabi Syu. Agar u hayvon bo'lsa, nega uni Syu deb atashadi? Va keyin men o'g'limning ahmoq emasligiga amin bo'ldim. Onang katta bo'lganingda futbolchi yoki kosmonavt bo'lasan deydimi? So'radim. Albatta, dedi u. Futbol yoki kosmos haqida biror narsa bilasizmi? Xo'sh, dedim biroz o'ylanib. Lekin bu haqda otangdan so'rasang yaxshi bo'lardi. Ehtimol u mendan ko'ra ko'proq narsa bilar. Keyin meni quchoqladi. Qattiq emas, ammo baribir quchoqladi. Men yana Syu bilan o'ynashni xohlayman, dedi u va skameykadan sakrab tushdi. Syu bir o'yinni o'ylab topdi. Kichkina Forrest idishga tanga tashlaydi va Syu uni pashshadek tutishi kerak. Keyin Jenni yonimga o'tirdi, xo'rsindi va tizzamni siladi. Men bunga ishonmayman, dedi u. Biz bir-birimizni deyarli 30 yildan beri, 1-sinfdan beri bilamiz. Quyosh barglar orasidan mo'ralarkan Jennining yuziga tushardi va uning ko'zlarida yosh borga o'xshardi. Lekin yo'q, ular hech qachon paydo bo'lmagan. Garchi ko'z yoshlar ko'zga yaqin joyda, balki yuragingiz urishidadir. Bu nima ekanini bilmayman, lekin yuragim yig'lardi. Men hammasi shunaqa tugaganiga ishonmayman, dedi u. Keyin egilib peshonamdan o'pdi. Nima bo'ldi? Hayron bo'ldim. Ahmoqlar, dedi Jenni va lablari titrab ketdi. Ammo kim ham ahmoq emas. Keyin ular turishdi. Jenni kichkina Forrestning qo'lidan ushlab oldi. Ular xiyobon bo'ylab ketishdi. Syu kelib yonimga o'tirdi va oyog'ida o'yin o'ynay boshladi. Men yuqori o'ng burchakka xoch qo'ydim. Syu esa markazga 0 qo'ydi va endi bu durang ekanligini aniq bildim. Avvaliga men janob Tribbelga qo'ng'iroq qildim va unga krevetkalar biznesimdagi ulushimni sotib, 10% ni onamga, 10% ni Babbaning dadasiga, qolganini esa Jenni va kichkina Forrestga yuborishni so'radim. Kechki ovqatdan keyin men tun bo'yi o'yladim. Garchi bu mening kuchli tomonim bo'lmasa-da, men shunday fikrga keldim. Axir Jennini topdim va uning o'g'li bor. Ehtimol biz qandaydir tarzda hammasini birlashtirarmiz. Ammo bu haqda qanchalik ko'p o'ylasam-da, bundan ish chiqmasligini tushundim. Qolaversa,
Bularning barchasini ahmoqlikdan deya olmayman. Kichkina Forrest onasi va uning risoladagidek eri bilan yashasa yaxshiroq deb o'yladim. Chunki uni qandaydir ahmoqdan ko'ra yaxshiroq tarbiyalaydilar. Va bir necha kundan keyin Sue, Den va men ko'chib ketdik. Biz Charlestonga, keyin Richmondga, keyin Atlantaga, Chattanoogaga va Memphisga, keyin Nashvillga va nihoyat Yangi Orleanga bordik. Yangi Orleanda hech kimga ahamiyat bermaydi. Shunday qilib, biz hayotdan to'liq zavq olardik. Har kuni Jackson Parkda chalardik va biz kabi g'alati odamlarga qarab o'tirardik. Men Sue va Denga 2 yo'lli aravacha velosiped sotib oldim va har yakshanba baliq ovlash uchun daryoga borardik. Jenny har oy menga xat yozardi. Kichkina Forrestning suratlarini yuborardi. Oxirgisida uni bolalar futbol jamoasi formasida ko'rsatdi. Bu yerda bitta qiz bor. U mahalliy barda ofitsiant bo'lib ishlardi. Va biz haftada bir marta uchrashib turardik. Uning ismi Vanda. Den, Sue va men tez-tez fransuz kvartalini aylanib yuramiz. Shunchaki vaqtni o'tkazish uchun. U yerda shunchalik ko'p odamlar borki, bizni ular bilan taqqoslab bo'lmaydi. Ular xuddi Sibirdan qochib kelgandek barisi daydi. Bir kuni mahalliy gazetadan bir yigit kelib, men haqimda maqola yozmoqchi bo'ldi. Chunki u eshitgan eng yaxshi musiqiy guruh a'zosi edim. U menga har xil savollar bera boshladi va unga hayotim haqida aytib berishim kerak edi. Ammo o'rtasiga kelganda u to'xtab qoldi. U bunday narsalarni chop eta olmasligini aytdi, chunki hech kim bunga ishonmaydi. Lekin shuni ayta olamanki, kechalari osmonga qarayman va yulduzlar paydo bo'lganda o'tmishimni eslayman. Men ham hammaga o'xshab tush ko'raman va nima bo'lishi mumkinligini o'ylab ko'raman. Axir yaqinda 40 yoshga to'laman. Keyin birdan 60 yoshga to'laman. Tushunyapsizmi? Xo'sh, nima bo'pti? To'g'ri, men ahmoqman, lekin baribir har doim hamma narsani to'g'ri qilishga harakat qilardim. Axir orzular shunchaki orzu bo'lib qolmasligi kerak. Shunday ekan, nima bo'lishidan qat'iy nazar, men bir narsani tushundim. Har doim ortga qarayman va behuda hayot kechirmadim deb ayta olaman. Siz meni tushunyapsizmi? Tamom.